Tasavvur qiling, betakror tog' manzarasi, musaffo havo va yiliga 5 milliondan ziyod sayyoh o'tadigan strategik chorraha. Bu Miraki turistik majmuasi. 5,1 gektar maydonni egallagan ushbu obyektdagi foydali maydon 13,852 kvadrat metrni tashkil etadi. Majmua 4 qavatli mehmonxona va 1 qavatli hostel binolari, 225 ta zamonaviy xona, 600 o'rinli yotoq sig'imi hamda 1686 kvadrat metrlik muhtasham restoranni o'z ichiga oladi. Daromadlilik 22,7%. Investitsiyaning o'zini o'zi qoplash muddati 5 yil 3 oy. Hostel qismi bundan-da qisqa muddatda foyda keltira boshlaydi. Qoplash muddati 4 yil 9 oy. Daromadlilik 26,7%. Ta'kidlash joizki, bular konservativ yondashuv asosida hisoblab chiqilgan, to'liq tasdiqlangan va kafolatlangan ko'rsatkichlardir. SQB tomonidan obyekt qiymatining 85% gacha bo'lgan qismiga kredit ajratilishi ko'zda tutilgan. Shartlar maksimal darajada qulay. Ta'minot sifatida xarid qilinayotgan inshootlarning o'zi va investorning boshqa mulklari garovga olinishi mumkin. Shuningdek, loyihani konsorsium asosida moliyalashtirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda subsidiyalar jalb qilish imkoniyati ham mavjud. Miraki bu mamlakat turizm infratuzilmasiga kiritiladigan uzoq muddatli, strategik va serdaromad sarmoya imkoniyatidir.